Endi Xudoga shukr, mana Ramazon oylarida ko'pchilik zakotlarni berishga harakatini qilindi. Zakot insonning molini halollanishligiga sabab bo'ladigan amal. Mana endi dehqonchiliklar pishib yetilib ushur masalalari bo'layotgan bo'lsa, ushur masalasi ham zakot bilan bir xil holatda. Zakot topayotgan mol dunyosini halollashlikka sabab bo'ladigan bo'lsa, ushur qilayotgan dehqonchiligini halollab beradigan amal ushur hisoblanadi. Zakotga qaraganda ham ushurni javobgarligi ko'proq. Zakot 40 dan 1-ni beradigan bo'lsa, ushurda 10 dan 1-ni beradi. Bu degani dehqonchilikda ko'prog'ini berishlikka buyurilgan ekanmi? Salomat bo'lsin. Endi masalan hozirgi vaqtda shu ushur masalalariga qiziqib turib, ushurini berayotganlar ham bor. Ammo bermayotgan keyingi yilga dehqonchiligingizdan umid qilmang. Keyingi yilda dehqonchiligingizda baraka bo'lmaydi. Bir yilgi dehqonchiligingizni halollab olmadingizmi? Halollikni ketida baraka bo'ladigan bo'lsa, bir yilgi dehqonchilik bilan ushurni halollab olmasa, keyingi yilda dehqonchilikni umid qilmasin. Salomat bo'lsin. Masalan, hozirgi vaqtda ko'pchilik gilosni bahosi ancha baland bo'lyapti-yu. Davojaga telefon qildi. Domla bir odam 1 millionlik gilos sotibdi dedi. Endi 2 tonna oshirab gilos berib sotgan bo'lsa, o'sha 1 milliondan atrofida bo'lsa, qancha beradi? Uni 100 ming beradi dedi. Bo'ldi domlalar, olmoqligigin dedi, boya gapni aytdim. Keyingi yilgi dehqonchiligini ushuridan umid qilayotgan bo'lsa, bir yil o'sha 100 mingda torinmasdan, ichi og'rimasdan xursandchilik bilan bersin, keyingi yilga 2 millionlik gilos sotadi, xudo xolasa desam, bo'ldi domlalar, qanaqa qiladi bo'ldi? U zakot bilan ushurni masalasi bitta. Zakot kim zakot olishlikka haqli bo'layotgan bo'lsa, ushur ham o'sha odamga buyuradi. Kim zakot olib yeyolmaydigan bo'lsa, ushurni ham olib yeyolmaydi. Bola chaqasiga 100 ming so'm pul yaxshi pulda masalan. 100 ming so'm pul ikkita bolamga 50 mingdan bersam bir kamini bitkizib oladi degan bo'lsangiz, u ushur o'rniga o'tmaydi. Zakotni otasi bolasiga berib bo'lmaganda singari ushurni ham o'zini bolasiga berib bo'lmaydi. Shunga e'tiborli beray. Endi masalan mendan masalan bitta ikkita odam kimdir Xudoga shukr ushurni berdik, mononcha berdik, to'g'ri berdikmi deb so'radi. Ba'zilar qancha beramiz, lekin haligi bermay yurayotganlar bo'layotgan bo'lsa, tezroq hisob kitobingizni qilib berish harakatini qiling. O'sha qiyomat kunida gunohkorlarni suratlarini, o'zgarganlik suratlarini bayon qilib, qornilari ishgan, uni ichida ilon chayanlar to'la, bular nima qilgan, zakot ushurlarini bermagan, shu sababdan shu go'shtni yeganda ushurini, zakotini bermasdan yeyavergan, u qorniga ilon chayanni to'plagan. Qiyomatda endi o'sha ilon chayan unga ozor beradi. Tavba qilmagan bular, o'sha tavba qilmasdan o'lgan, ana shuni oqibatida bugungi kunda shunday bir azobga qolyapti degan bo'lsa, tavbasi nima edi desa, tavbasi bermay qolib ketganlarini ham hisob kitob qilib berishligidir. O'tgan yili masalan dehqonchilik degan ushurini bermaganmi? O'tgan yilgi narx esidan chiqmagan. To'xtabdi. Masalan o'tgan yili masalan 1 tonna kartoshka oldim, kartoshka masalan 30 so'm bo'lgan bo'lsa, 1 tonnasi 30 ming bo'lsa, 3 ming so'm ushurini bermaganida shuni berib yuboraylik deyishligi o'sha uni tavbasi.
zakot bermasdan, ushur bermasdan joy namozni ustiga o'tirib olib istig'for aytgan bilan u o'rniga kelmaydi. Uni o'sha gunohidan poklanish uchun nima qilish kerak? Uni berish kerak. Kambag'allarni haqqini ado qilish kerak edi. Bu ushur zakotni berishlik qilayotgan, topayotgan davlatimiz, qilayotgan dehqonchiligimizni halolligiga sabab bo'layotgan bo'lsa, halolligi ketida bizga qancha foydalar va'da qilinayotgan bo'lsa, o'sha va'da halolligi ketidagi va'da qilingan yaxshilikka erishish uchun halollikni iroda qilaylik, halollikni umid qilaylik, halollikka intilib yashaylik.